Prezidentimizning muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qarorida aholi salomatligini saqlash, ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilishga doir qator chora-tadbirlar o'rin olgan. Jumladan, og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish belgilangan. Mazkur vazifa ijrosi hozirda ham davom etmoqda. Hamkasbimiz Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazida olib borilgan murakkab amaliyotlar haqida hikoya qiladi. Respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazining operatsiya zallari. Gap shundaki, bugun ayni shu yer o'ziga xos bir ezgulik maydonlariga aylandi. Hammamizning xabarimiz bor, prezidentimiz muborak Qurbon hayiti kunlari respublikamizda 10 ming nafar bolaga yuqori texnologik operatsiyani bepul bajarib berish haqidagi qarori bu ko'pchilikning tilidagi gap bo'lgan edi. Bugun esa bizda eksklyuziv imkoniyat ayni shu yerdagi operatsiya zallarida qanchadan qancha bolajonlarning yangi hayot uchun, sog'lom hayot uchun umidi va ishonchi ko'z oldimizda ro'yob bo'lyapti. Ayni shu yerda ishonch bilan qadam tashlash imkoniyati taqdim etilyapti. Operatsiya stolida vaqt falsafasi boshqacha. Bu yerda har bir soniyaning qiymati bor. Har bir harakat, har bir qarorning bahosi esa inson hayotiga daxldor. Bekobodlik o'smirga Poland sindromi tashxisi qo'yilgan. Kam uchraydigan tug'ma nuqson. Bu kasallikda ko'krak mushaklari va qovurg'alarning bir qismi rivojlanmaydi. Shu ko'krak mushaklari yo'qligi oqibatida bir tomonlama ko'krakning rivojlanishdan orqada qolishi mavjud. Qovurg'alarning rivojlanishligi, ya'ni zaifligi kuzatilish oqibatida botiqlik yuzaga kelganligi bu bemorlarimizda mavjud. Mana shuni davolash uchun birinchi bosqich bilan biz ko'krak qovurg'alarini ko'tarib olamiz. Nas operatsiyasi bilan, ya'ni plastina o'rnatib ko'taramiz va uni ustiga orqadagi servar mushakni oldinga o'tkazib, ko'krak mushaklarini bunyod qilamiz. Shunda bu bemorimizda to'liq deformatsiya bartaraf etiladi va albatta keyinchalik reabilitatsiyada o'z o'rnini oladi va ikkinchi tomon bilan bir xil holat yuzaga keltiradi. Operatsiyadan avval bemor xalqaro konsiliumda ko'rib chiqildi. O'zbekistonlik va rossiyalik mutaxassislar jarrohlik taktikasi bo'yicha yagona qarorga keldi. Bugungi operatsiyaning o'ziga xos jihati shundaki, birinchi marta 2 murakkab nuqson bir vaqtning o'zida bartaraf etilmoqda. Biz o'zbek hamkasblarimiz bilan hamkorlikda noyob operatsiyani o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. U birinchi marta amalga oshiriladi va o'zida ikkita davolash usulini birlashtiradi. Birinchisi ko'krak qafasi deformatsiyasini torakal plastina implantatsiyasi orqali to'g'rilash va operatsiyaning ikkinchi qismi bu orqaning katta keng mushagini katta ko'krak mushagi pozitsiyasiga transpozitsiya qilish, ya'ni ko'chirib o'tkazish. Bu operatsiya biz umid qilamizki, katta muvaffaqiyat keltiradi, chunki bitta operatsiyada mavjud deformatsiyaning barcha komponentlarini tiklashga imkon beradi. Ilgari Rossiyada ham bunday operatsiyalar doim 2 bosqichda bajarilgan va hozirgi vaqtda biz birinchi marta nafaqat sizning mamlakatingizda, balki Rossiyada ham ko'krak qafasi deformatsiyasining barcha komponentlarini bir vaqtning o'zida korreksiya qilish bo'yicha shunday operatsiyani o'tkazishni xohlaymiz. 3 soatdan ortiq vaqt. Operatsiya davomida jarrohlar bemorning orqa qismidagi serbar mushakni uni ta'minlab turuvchi qon tomirlari bilan birga ehtiyotkorlik bilan ajratdi. Keyin esa u transpozitsiya orqali ko'krak sohasiga ko'chirildi. Bu jarrohlikning eng nozik qismi, chunki mushakning yashovchanligi uni oziqlantiruvchi qon tomirlarining butunligini saqlab qolishga bog'liq. Millimetrlar bilan bajariladigan bu jarayon yuksak mahorat va aniqlikni talab qiladi. O'g'lim doim aytardi, ona mo'jizani faqat kinolarda ko'ramiz, hayotda ham ko'rarmikanmiz derdi. Mo'jiza sari yetib keldik, najot istab, prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib keldik. O'g'limni orzulari ushalayotganiga juda ham xursandman. Mamnunman bundan. Uni ko'zlaridagi shiddatni, shashti, operatsiyadan muvaffaqiyatli chiqishiga bo'lgan ishonchi menga kuch-quvvat berdi. Meni qo'limda endi mo'jiza sodir bo'ladi. Meni ham qo'llarim kuchga kiradi deb 2 marta operatsiya qildirdik shu niyat bilan o'qiganda, lekin qo'llari kattarmadi. Endi mushak ko'chirib o'tkazishni eshitgandan keyin yana umid uyg'ondi o'g'limda. Uni orzularini, umidlarini amalga oshirish uchun, o'ziga bo'lgan ishonchini yana ham baland bo'lishligi uchun keldikda, har marta qo'liga qaraganimda yuragimda pichoq bilan mashina tilib, ustiga tuz sekkandek achib ketadi yuraklar.
qanday qilib yordam beraman shu bolaga deb xudodan so'rardim. Mana Allohga yetib bordi bizni duolarimiz. Hammadan minnatdorman, hammadan xursandman, hammadan roziman. Haddan tashqari xursandman. Shundaqa davlatda yashab turganimdan beat xursandman. Rahmat prezidentimizga. Bunday yuqori texnologiyali operatsiyalar Qurbon hayiti arafasida prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror doirasida amalga oshirilmoqda. Muborak Ramazon oylarida davlatimiz rahbari tomonidan 154 ta bemorni davoladik. Muborak Qurbon hayiti arafasida yana 10 mingdan oshiq bolalarni davolash. Bugunning o'zida ham boshqa davlatlardan kelgan mutaxassislar bilan birgalikda bolalarda uchraydigan va og'ir nogironlikka olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarni birgalikda operatsiya amalga oshirilyapti. Sababki bu operatsiyalar misol Rossiyaning o'zida ham qilinmagan. Mana bugunning o'zida biza bir vaqtda o'zida ham ko'krak deformatsiyasini to'g'rilash hamda oldingi mushak gruppalarini tiklash bo'yicha birinchi marta biz O'zbekistonda rossiyalik mutaxassislar bilan birgalikda operatsiyani amalga oshiryapmiz. Ba'zan tibbiyotdagi eng katta natija raqamlar bilan emas, inson taqdiri bilan o'lchanadi. Bir bolaning sog'lom kelajagi, bir onaning ko'zlariga qaytgan ishonch, yana bir oiladagi baxtiyorlik. Aslida bu missiyaning eng katta mukofotidir.